Xo'p, bugun Chexiyada birinchi kunimiz. Ish tugatdik. Bu bozor. Qanaqadir katta bozormi? Shunaqa. Kech paytda odam juda ham ko'p. Ha? Yaxshi edi, ha. Ya bugun qattiq o'rgatdi. Ishni o'rganib sekin chiqdik. Mana uyga qarab ketyapmiz. Sekin уже qorong'i tushyapti. Biz uyga qaytyapmiz, bu tomondan chiqdik. Ko'prik nima nomlanishini bilmayman. Lekin chiroyli joylar ekan. Bu yoqda ham ko'rsa bo'ladi, bo'lmaydi. O naryoqdan уже biz против tomonimizdan qanaqadir уже bir narsa boshlangan. Vali знаменитое здание. Kechish Praga. Xo'p. Chexiyani metrosidan chiqish. O'ta yaqin bo'lib ketdi kamera bor. Seri bilan ishdan chiqdik. Ochilmasdan sekin uyga qarab yuralyapti. Videoni o'ta yaqin o'g'iribman-da shuni. Ekranga umuman katta bo'lib chiqib qolyapti. Metrodan chiqish, uyga xohlasam borib dam olamiz. Ya Billa degan supermarketmi? Bolgariyada ham bordim. Zo'r joylari. Kechki Praga. Kechki sayr. İşten keyin sayr. Ko'cha tinch, havo ilmini yaxshi. Ajoyib joylar ekan. Havolar toza. Halo, ko'prik nomini bilolmadim. Osmon ko'prigi. Keyin bu yerda daryomi qanaqadir bir rechka o'tgan ekan. Qora daryo. Shu nomini bilmadik xolos. Qora daryo edi, Qora. Bitta hozir mashinamiz bor, mashinaga minib yo'lda davom ettiramiz. Ayrim ko'prik oyog'iga ketyapti. Mashinamizni stenkaga yetolsak, xudo xolasa. Qilmasadir kvartiraga damda olamiz. Xudo xolasa. Xo'p, yetib keldik kvartiraga, mana qo'ya. Uyda jinday qorong'iligiga bizda professional kamera yo'q. Eplab olib kelyapmiz.